Assalomu alaykum. Yana navbatdagi kataloğimiz yana Berlin Sovxoz sentriga yetkazib keldik. Anvar akam uyina 300 kvadratli. Yuqorida yana 10 katol, 300 kvadrat, 30 kilovatli katol. Shu 30 kilo, 35 kilo ko'mir oladi. Yonish vaqti 8 soatdan 1 sutkada yonib beradi. Ichida atapiranchi qilinganlarga bog'liqda bu koni. Yana eshiklardan suvaylanadi. Termostatı, uletkasi, tozalaydigan tayoqchasi yana eshiklarda suvaylanadi. Ishini mana usta zakaz bergan so'ng regirovkalatib yana zakasni uzatib keldik mana. Yana hammalari qapqoqlari 3 qator uzalingan. Yana azbespa qarayib ketmaydi-da. Xudo xolasa yana darvozalar yopiladi yana. 300 kvadratni qizdiradi. Xudo xolasa kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarni chiqarib qo'yamiz. Aloqa chiqarasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasa. Sog' salomat bo'linglar.